Shunday qilib, Royal Xalq xizmati. Bu nima? Bu yerda nima qilish mumkin? Xo'sh, do'stlar, tartibda boshlaylik. Hozirda ushbu xizmatdan 53.059 kishi foydalanmoqda. Bularning barchasi biznesga qiziqishi bo'lgan odamlar, biznes auditoriyasi. Tarmoqchilar juda ko'p yoki kimdir qandaydir tarzda biznes manfaatlari bilan bog'liq. Va bu odamlarning aksariyati qandaydir biznes takliflarini qidirmoqda. Ya'ni juda qimmatli auditoriya va bu eng qimmat auditoriya. Xizmat ko'p darajali marketing biznesini taklif etadi. Bilim tizimiga muvofiq va tabiiyki bu yerga ko'plab tarmoq mutaxassislari kelishadi va bu yerda siz reklama qilishingiz va vazifalarni bajarishingiz mumkin. Aytaylik, reklama beruvchi uchun bo'lim mavjud. Hozir menda bor. Telegram kanaliga obuna bo'lish narxi. Bu yerga. Keyingisi. Reklama. Hozir yuklanadi. Shunday qilib, banner reklamasi. Bu yerda men banner reklamalarni joylashtirayotgan edim. Bu yerga. Video reklama. Bu yerda men video reklama berayotgan edim va Telegram kanali ko'plab obunachilarga ega bo'ldi. Bu siz bu yerda reklama joylashtirishingiz mumkinligini anglatadi. Bu butun biznes auditoriyasi uchun. Ayni paytda 53.059 kishi bor. Bu yerga har kuni 1,5 dan ortiq odam keladi. Telegram kanalimga kirsam, mana bu yerda bir nechtasi bor edi. Reaksiyalar keldi. Juda faol. Telegramda reaksiyalar ketyapti. Keyingisi. Statistikaga o'tamiz. Mana kanal ko'rsatkichlari. Obunachilar keskin ko'paydi. Buni hozir ko'rsataman. Mana bannerlar va Telegramga obuna buyurtmasi. YouTube'da ham qancha obunachi qo'shilganini ko'rishingiz mumkin. Men juda ko'p obunachilar orttirdim. Ilgari obunachilarni yigishim juda qimmatga tushardi yoki kontekstli reklamada reklama byudjetini behuda sarflardim. Telegram kanallarida reklama buyurtma qilardim va reklama byudjetini 5,000 tashlab yuborardim. Hammasi behuda ketgan. Bu yerda esa narxlar hozir ko'rsataman. Ular o'rtacha va juda zo'r narxlar. Kiring. Endi ikkinchi Telegram kanalimga kiraman va statistikani ko'raman. Bu yaqinda edi. Mana bir hafta ichida 24-maydan 31-maygacha dozaga kelgan 713 ta obunachi. Ha, hozir kundan kunga o'sish kuzatilmoqda. Manbalar, mana manbalar va qarang. 447 obunachi, 239 obunachi, 128. Bu banner video reklama va endi men sizga narxlarni ko'rsataman. Siz reklamadan juda hayratda qolasiz. Masalan, qarang, men yaratishim kerak. Bu yerda siz berishingiz mumkin. Mana banner reklamasi. Sizda butun biznes uchun auditoriya bo'ladi. Agar sizda biznes taklifi bo'lsa, bu eng yaxshi joy. Bu yerdan yaxshiroq joy topa olmaysiz. Va kontekstual reklama, bu sizning matnli reklamalaringiz ko'rsatiladigan joy. Video reklama, bu videoklip. Siz videoni joylashtirasiz va uni butun biznes auditoriyasi sizning taklifingiz bilan tomosha qiladi. Va endi banner reklamasini yarating. Faqat bitta davlatni emas, hamma davlatni olaylik. Bu yerda necha davlatligini bilmayman, balki 20 tadir. Shunday qilib qarang. Mana 10,000 ta ko'rish narxi $30, 3 ta ko'rish narxi 1000 ta ko'rish uchun $3.
Ushbu biznes auditoriyasi uchun $50 narxda 30,000 tomoshadan iborat foydali taklif. Ya'ni qancha ko'p ko'rish buyurtma qilsangiz, 30,000 ko'rish narxi shuncha arzon bo'ladi va har 1000 ko'rish uchun $1 va $6 turadi. Va kontekstual reklama nima? Ya'ni odam qaraydi, ha, bannerni ko'radi, bannerni bosadi. Va maqsadli harakatni bajaradi. Ya'ni bu banner reklamasini bosgan maqsadli shaxs. Va men sizga allaqachon nechta obunachim borligini ko'rsatdim. Men bu kanalni 5 yildan ko'proq vaqtdan beri boshqarib kelmoqdaman va faqat Royal Hawk xizmati bilan men deyarli 2500 dan otdim. Men yetib keldim va u yerda 1200 edi. Shunday qilib, hech kim bunday cheklovlarga yozilmadi, chunki reklama byudjeti shunchaki behuda sarflandi. Bu yerda haqiqiy odamlar bor. Qarang, ular ikkinchi kanalga obuna bo'lib, reaksiyalar bildirishmoqda. Men bu yerda Telegram kanallariga obuna bo'lish haqida reklama ishga tushirdim. Ya'ni banner reklamasi juda arzon, ha, haqiqatan ham juda arzon. Endi sizga bir lahza aytib beraman. Video reklama menga har bir obunachi uchun 7 rublga tushdi. Telegramga obuna. Obunachi qimmat bo'ldi. 70 tiyin do'stlar, bunga ishonmaysiz. Lekin banner reklamasi bilan har bir obunachi menga taxminan 20 rublga tushdi. Va endi bu yerda qanday hiyla bor? Agar reklama hisobingizni $100 yoki undan ko'proqqa to'ldirsangiz, ushbu sovg'aning 50% olasiz. Kontekstual banner reklamasi uchun balansingizdan bonus sizga beriladi. Ya'ni siz hisobingizni $100 ga to'ldirgansiz va ular hisobingizga $50 qo'shishdi. Bu atigi $100 dan boshlanadigan aksiya. Bundan kam narsa yo'q. Lekin siz bu xizmatni masalan $5 dan $10 bilan sinab ko'rishingiz mumkin. Ha, agar sizga yoqsa, $100 yoki undan ko'proq pul to'lashingiz mumkin. Bonus oling va bu yerda reklama joylashtiring. Obunachi juda arzon. Shuning uchun bu kontekstual reklama. Keling, narxlarga qaraylik. 10,000 ta ko'rish $20 ni ko'rsatmoqda. Har 1000 ta ko'rish uchun $2, bu 30,000 ta ko'rish uchun $30, har 1000 ta ko'rish uchun $1 deganidir. Bu kontekstual reklama. Dan olish kerak. Bunday narxlar shunchaki internetda mavjud emas. Reklama byudjetlari 100 minglab mablag'lar bilan to'lanadi va keyin isrof qilinadi. Hozirgi kunda reklama bilan nimalar bo'layotgani shunchaki dahshatli tush. Biznes auditoriyasi uchun hali topmagan eng yaxshi joy bu yer. Auditoriyaning aksariyati biznes vakillari, tarmoq yetakchilari, turli mamlakatlardan kelgan tarmoqchilar va tarmoqchilar uchun bu jannatdir. Mana vazifa, mana men vazifa beraman va mana ijrochilar mening vazifamni bajaradilar. Bu yerda siz istalgan vazifani topshirishingiz mumkin. Faraz qilaylik. Masalan, siz YouTube'dagi videongizga izohlar yozilishini xohlaysiz. Shunchaki bu yerda vazifa yaratasiz, izoh qoldirishni so'raysiz, narxini belgilaysiz va odamlar bu vazifani siz uchun juda arzon narxda bajarishadi. Albatta, xuddi freelansdagi kabi turli xil vazifalarni berishingiz mumkin bo'ladi. Video reklama, ya'ni video joylashtirish. Ijrochilar sizning videongizni tomosha qilishadi, lekin bu ijrochilarning barchasi biznes auditoriyasidan ekanligini tushunish muhimdir. Va hozirda odamlar diqqat bilan qarashmoqda, kim nimani reklama qilayotganiga qarashmoqda, yangi takliflarni qidirmoqdalar va ular bu yerga qarashadi. Endi men reklama beruvchiga boraman.
Reklama, video reklama. Bu yerda men 500 marta ko'rilgan, 850 marta ko'rilgan, 400 marta ko'rilgan buyurtma berdim. Obunachi video reklama orqali 7 rubl oldi. Ya'ni o'sha odam videoni ko'rgan va Telegramdagi kanalimga obuna bo'lgan. Xo'sh, qanday xizmat ekanligini tushunyapsizmi? Shunchaki oltin rangda. Hozirda bozorda reklama byudjeti jihatidan bundan yaxshiroq narsa yo'q. Reklama albatta juda kam byudjetli. Bu yerga, ya'ni mana banner reklamasi biror kishi maqsadli harakatni amalga oshiradi. Ya'ni bir kishi xizmatga boradi, qaraydi, sizning banneringizni ko'radi, tugmani bosadi. Maqsadli harakatni bajaradi, va sizning Telegram kanalingizga otadi. Ya'ni bu juda maqsadli obunachi. Va bundan tashqari bu biznes auditoriyasi katta ehtimol bilan unga endi kriptovalyuta yoki boshqa biror narsa nima ekanligini tushuntirish kerak bo'lmaydi. U sizning taklifingizni ko'rib chiqadi. Ehtimol u endi o'qitilmaydi. Kerak. Agar sizda ajoyib taklif bo'lsa, bu yerda siz aks holda erisha olmaydigan juda qimmatli, yuqori sifatli auditoriyaga ega bo'lishingiz mumkin. Hech qayerda. Bu yerga. Ayni paytda 53.059 kishi bor. Odamlar har kuni qo'shiladi. Siz reklama qilishingiz mumkin. Siz topshiriqlar berishingiz mumkin. Vazifa bajarish yoki joylash mumkin. Masalan, YouTube'da izoh qoldirish. YouTube izohlarni sevadi. Ular videoni targib qiladi. Shunday ekan, sharflar sotib oling. Odamlar siz uchun izohlar yozadilar. Siz shunchaki uni vazifaga qo'yasiz va hamma narsani ko'rsatasiz. Xo'sh, mana bajarilgan vazifalar, xohlagan narsangizni bu yerga joylashtirishingiz mumkinmi? Mutlaqo har qanday narxlarni belgilang va hamma narsa byudjetga mos keladi. Hamma narsa yaxshi bajariladi. Mana do'stlar, jamoa 53.059 kishidan iborat. Bu xizmat joriy etilganidan beri tom ma'noda bir oydan sal ko'proq vaqt o'tdi. Ya'ni xizmat bozorga endigina kirdi va bu faqat boshlanishi. Ya'ni u rivojlanadi va yana rivojlanadi. Va hozirda internetda shunga o'xshash xizmat yo'q, do'stlar. Ushbu turdagi biznes auditoriyasi va ushbu xizmat bilan siz biznes qilishingiz mumkin. Bu yerda biznes paketlari mavjud. Aytaylik, siz biznes paketini sotib oldingiz va Givebalanchida kredit olasiz. Bu yerda to'laydigan pul miqdori xizmatdir. Agar ko'proq pul ishlashni istasangiz, unda biznes joyi oyiga 35 va 15 dollar turadi. Biznes uchun to'lov qilasiz. Bu mablag' sovg'a hisobiga tushadi va undan to'liq reklama buyurtma qilishda foydalanish mumkin. Sizda 3 ta biznes o'rni bor, ko'pchilik shunday qiladi. Har biri 15 dollardan jami 45 dollar to'laysiz. Bu mablag' sovg'a balansiga o'tadi va undan banner hamda kontekstli reklama uchun foydalanish mumkin. Sovg'a balansi faqat banner va kontekstual reklama uchun. Xo'sh, do'stlar, xizmatni 5 dollarga sinab ko'ring. Siz uni sinab ko'rishingiz va qanday ishlashini ko'rishingiz mumkin. Keyin reklama balansingizni 100 dollarga to'ldiring va 50% bonus sizning Gips hisobingizga o'tkaziladi. Ushbu bonus uchun siz bu yerga banner reklamalari va kontekstual reklamalarni joylashtirishingiz mumkin. Xo'sh, siz 100 dollar sarflashingiz mumkin. Shuningdek, banner qo'ying, vazifalarni joylashtiring va boshqalar. Masalan, YouTube'dagi izohlar yoki Telegram kanalidagi layklar u yerga reaksiyalarni qo'yadi.
yoki VKontakte'da sharhlar qoldiring, postni qayta joylashtiring va hokazo. Bularning barchasini bu yerda, agar u yerda veb-saytingiz bo'lsa yoki shunga o'xshash narsa bo'lsa, amalga oshirish mumkin. Shunga ko'ra, siz veb-saytda sharh qoldirishga buyurtma berishingiz mumkin. Bularning barchasi VKontakte guruh sahifasida YouTube kanalingizni targ'ib qilishga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu siz bajara oladigan kichik vazifalar turi, lekin ehtimol siz veb-sayt yaratishingiz kerak va siz ham ehtimol bu yerda veb-sayt buyurtma qilishingiz mumkin va kimdir albatta javob beradi. Qoldir tekshirish. Mana, tezkor vazifalar mavjud. Faqat vazifalar bor. Masalan, hozir biz vazifa yaratish tugmasini bosamiz. Ism. Otish uchun havola. Vazifa turi. Bosing va saytga oting. Kerakli joyga bosing. Video hosting YouTube, YouTube, TikTok. Ijtimoiy tarmoqlar va Telegram. Like, repost va tanishuvlar. Oddiy va faol ro'yxatdan o'tish. Sharhlash, fikr bildirish. Fikr yoki sharh qoldiring. Reytinglar, ovoz berish. Va yana bir narsa aytaylik, siz xohlagan narsani, istalgan vazifani tanlaysiz va joylashtirishingiz mumkin. Ular buni siz uchun ramziy haq evaziga qilishadimi? Mana Royal Hawkning o'zi shunday ajoyib xizmat. Do'stlar, men bu yerda haqiqatan ham obunachilar orttirdim, auditoriya orttirdim. Kanalim ikkinchi hayotga qaytdi. Bu ikkita Telegram kanali. Do'stlarim, ular shunchaki ikkinchi hayotga qaytdilar. Mana layklar, ko'rishlar, ko'rib turganingizdek ular kelmoqda. Allaqachon 529 marta ko'rilgan. Mening oxirgi postim allaqachon 600 marta ko'rildi va obunachilar kelib tomosha qilishmoqda va o'qishmoqda. Shunday qilib, do'stlar, xizmatdan foydalaning. Xizmat ajoyib. Hozirgi vaqtda eng yaxshi xizmat. Bunday auditoriyani topib bo'lmaydi. Asli biznes auditoriyasiga reklama qimmat turadi. Bu yerda siz byudjet asosida reklama joylashtirishingiz mumkin va obunachilarni ko'paytiring. Va ijtimoiy tarmoqlarni sharhlar, qarashlar, yoqtirishlar va boshqalar bilan targ'ib qiling. Hammaga xayr, hozircha foyda yo'q.